أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassarning uzun darsimiz davom qilgan bo'lib, Ra'd surasi 29 oyatga to'xtab qolgan edik. Shu yerning uzun inoyli darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من
الأسواق صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den Uygur tercümesi. İman etkan ve yaxşı əməllərini qılğanlar xoşallıqqa, güzel qarargahqa, yani cennetke erişidu. Ey Muhammed, biz sana vahiy qılğan kitabni ularga o'qib berishing uchun senden ilgiri payg'ambarlarni avatgandek seni shundoq bir ummatga avatdikki, onundan burun nurg'un ummatlar o'tgan. Halbuki ular, yani mushriklar, marhamatlik Allah'ni inkar qilmoqda. Ey Muhammed, bu mushriklarga aytqinki, u mening Parvardigorimdir. Onundan başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Onunğa tevekkül qildim ve onun dargohiga qaytibman. Mubada birer Qur'on, yani kitap bulup, u tilovat qilish bilan tog'lar yo'tkiladigan yoki yer yeriladigan va yoki o'liklar so'zlaydigan bo'ladigan taqdirdimi, ular chuqum iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkididir. Eğer Allah xalisa, insanların hammasini cezmen hidayet qiladiganligini müminler bilmidimi? Mekke fethi qilinib, İslam dininin g'alaba qilishidan iborat Allah'ın va'dasi amalga oshganga qadar kafirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turlik balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Allah va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. Senden ilgiri o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kafirlar berilgan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ular bergan jazoim qandoq ekan? Har bir kishining qilgan amalini kuzatib turg'uchi Allah butlarga o'xshamdi. Ular butlarni Allohga sherik qildi. Ularga butlarning nomlarini atab beqinglar. Yer yüzde Allah bilmeyen narsalar bardek, sizler ularni Allah'a eğit berelemsizler. Ya ki quruq gumon bilan ularni Allah'ның şerikleri davatamsizlar. Degin, belki kafirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan mani qilindi. Allah gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Ularni Allah'ның azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Xo'sh, الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم فرح وقرة عين وحال طيبة ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه. Allah'ın Resulü'ne çın dillen çümpütkerler. İman etkallah. Ve şu imanның taqazzası layık ravişte yaxşı emel kıgallah. Buna için şundaq bir hoşallık var. Ve köz hursallık var. Ve şundaq huzur halavetlik ahval var.
ve Allah'ın cenneti ve Allah'ın razılığa eriş veya kaytiş var. كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك أيها الرسول في أمة قد مضت من قبلها المرسلين لتتلو على هذه الأمة القرآن المنزل عليك وحال قومك الجهود بوحدانية الرحمن قل لهم أيها الرسول الرحمن الذي لم تتخذوه إلها واحدا هو ربي وحده لا معبود بحق سواه عليه اعتمدت ووثقت وإليه مرجعي وإنابتي. Senden burun nurgun peygamberle evetkendek sana seni ey peygamber aleyhisselam bir ümmet kiço peygamber evettik ki çokum onundan burunmu nurgun peygamberlerininki ümmeti ötkendi. Şulağımı peygamberle evetkendek sanamı bir ümmet için peygamber evettik. Nim için muşu ümmetke sana düşülgen Kur'an-ı Kerimni okup tilavet kılıp verişin için. Ve senin muşu kavminin halıga yarışa düşülgen Kur'an'ın üzerine okup verişin için. O kavminin halı kandaktı? Rahman Ta'ala'nın birlikiga inkar kılıdığan, birligini inkar kılıdığan, yaki muşundaq bir kavmti, muş kavminin halıga qarab düşürülgen muşu Kur'an-ı Kerim'nin özüne bu ümmetke tilavet qilib berişin üçün düşedik. Degin ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aş kavmin üçün. Sıla onu ilah deb, bir ilah deb, bir yaratquchi, bir ilah deb etiqad qilmagan Rahman Taala olsa, mening birdi bir Rabbim şu. Mening bir Rabbim şu. Eningdan başqa haqiqiy bir ibadat qilishga loyiq boshqacha Rabb yo'q. Men onunğa tayandim ve onunğa ishonch qildim. Ve onunğadır mening nihoyatda qaytishim ve onunğa mening ahiri bargan joyim. يرد الله تعالى على الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ولو أن ثم قرآنا يقرأ فتزول بها الجبال عن أماكنها أو تتشقق به الأرض أنهارا أو يحيا به الموتى وتكلم كما طلبوا منك لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره ولا آمنوا به بل لله وحده الأمر كله في المعجزات وغيرها أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين أو تنزل تلك المصيبة قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم إن الله لا يخلف الميعاد. Allah subhanahu wa ta'ala bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga çok uçuk aşkara bir mucizning tushishini talab qilgan mush kafirlarga shundoq raddiya berib ularga deydiki va agar cho'qim aşağıda ولو أن ثم
Kur'anen yukra yoki majhul qilsak yaxshiroq bo'ladi. Agar aşağıda agar bir bu yerda Qur'on bo'lsa, men o'qilgan Qur'onmi bo'lsa, bular talab qanday? U Qur'on bilan hatto tog'mi o'zining o'rnidan qo'zg'alsa, hatto tog' o'tkir o'tilsa, Qur'on bilan yoki bu Qur'oni Karim bilan shu zimin yerilib o'stan eriq bo'lib ketsa, yoki bu Qur'oni Karim bilan o'liklar tirilib, bular gap qilsa, bu o'likchu unaqa zuvan kelsa, hatto o'likni so'zlasa, qandaqki ular seni talab qandak, mushu Qur'on yana ay sifat bilan muttasif bo'lgan bo'ldi, uning g'ayri emas. Qur'on yana Qur'on bo'laverdi. Ammo bular hech qanday vaqtda u Qur'on uchun iymon etmaydi. Bular har qancha mo'jizaning hammasini keltirsa, bular iymon etmaydi. Balkim Allah birla Allah uchundir barliq ishlarning hammasi mo'jiza va mo'jizaning g'ayrida. Mo'minlar bilmamdi, cho'qim Allah agar xohlasa zimin ahlining hammasini mo'jiz keltirmasdan bularninki iymon etib ketganligini Allah bilmamdi. Kafirlar olsa davomlashadi, kafirlar hamisha oladi, ular uchun bir musibat tushib davomlashadi. Ular kafir bo'lganlik sabab bilan ularni o'ltirgan o'xshash va musulmonlarning ep bo'lgan g'azotlar jarayonida asir ilishga o'xshash yoki bir musibat tushidi, ularga o'ziga musulmon ashlar yaqin bir mahalla, aymoq, rayonlarga tushidi. Hatta kegay Allah'ның ularning ustiga ularga nusrat bilan Allah'ның va'zisi kelgan qadar ularning naq o'ziga tushmasimi, shu yaqin bir yerga tushdi kufrlarga. Chuqum Allah va'zisiga hech bir xiloflik qilmaydi. وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك أيها الرسول فلقد سخرت من قبلك برسلهم فلا تحزن فقد أمهلت الذين كفروا ثم أخذتهم بعقابي وكان عقابا شديدا. O ahli küfürler senin davetini joy Peygamber Aleyhisselatü Vesselam köz gelmey, mensitmey, onu meshar qilgan bo'lsa, bu yenilik emas sana nispeten. Senden ilgaki ummatlarımı özlerinin peygamberlerini çoğu mensitmegen, meshar qilgan, köz gelmegen, zanlık qilgan. Onda olan eken, bundan hiçbir konu'nun yerim bulmasın, gam qilmagan. Men bu kafir olgan bu ablahlarning o'ziga biroz fursat beraman. Bu mushbati ketavergan ish yo'q. Bunun vaqtliq avamsini uzun qo'yib beraman, keyin birlashig'iman, obdan vaqtda adini berib qo'yman. Anından keyin men ularni uchun mening azobim, mening jazoim bilan qattiq bir tutib, qattiq jazolayman ularni. Bu azob bo'lsa, naqadar taqat qilsiz qattiq bir azob deb o'ylayman. أفمن هو قائم على كل نفس يحصى عليها ما تعمل أحق أن يعبد أم هذه المخلوقات العاجزة وهم من جهلهم جعلوا لله شركاء من خلقه يعبدونهم قل لهم أيها الرسول اذكروا أسماءهم وصفاتهم ولن يجدوا من صفاتهم ما يجعلهم أهلا للعبادة أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون لهم حقيقة بل حصن الشيطان للكفار قولهم الباطلة وصدهم عن سبيل الله ومن لم يوفقه الله لهدايته فليس له أحد يهديه ويوفقه إلى الحق والرشاد.
Epemen huve kaimun ala kullu nefs. Har qandaq can canavar, har qandaq can egis ustida tik turib, buningki qilgan etgan amallarning o'zining son sifirlarini ilib, buning atrofini qilgan degan etgan hammani qurshab, har bir can ustida mushni idora qilib, mushnunga kontrol qilib turayotgan bu zot ibodat qilishga loyiqaraqmi? Yoki bu hech qanday bir foydasi bo'lmaydigan zinim yo'q, u toshdan, tushdan, tumirdan, uning buningdan yasalgan bu maxluq hammadan ojiz bu maxluqlar bu butlar yoki ibodat qilishga anglaygaraqmi? Ular olsa ve hum min cehlihim cealu lillahi şuraka. Ular ve ehli küpürler özlerinin bilimsizlik tüpeyli Allah Teala üçüncü Allah'ın mahlukatlarının içinden Allah'a nurgun şerikli bir ortakını kılıp aldı. Bu ehli küpürler, bu müşrikler, bu ortak, bu şerikler için ibadet kılıyordu buna. Degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu müşrikler için. Uzkuru asma'ahum ve sifatihim. Ularning ism sifatlarini tilga peqinglar degan. Walan yajidu min sifatihim ma yaj'aluhum ahlan lil ibada. Bu mushriklarcha o niminiki butlarning sifatlaridan buni bir ibodatga mutaahhil yaramliq bo'laydigan ibodatga loyiq qila hech qanday bir narsani topolmaydi bular. O'zim bu butlarning sifatlaridan hech qanday bir sifatni topolmaydi bular. Yoki bular am tuhbirunallaha bi shuraka fi ardi. Yoki bu mushriklar Allah'ın zimnida nurg'un mushriklarni Allah xabar qilib qo'yatan deya. Allah'ın bu müşriklerin boğalarından haberi yo'qib qolgan bo'lib, bu müşrikler o Allah'a, Allah'ın zimini da, o Allah onu bilmey qolgan bo'lib, bola billah. Bunu xabar qilib qo'yatam deya bo'lar. Yoki bu müşrikler bu nimani, bu butlarni, bu şurakalarni şerik deb labzning o'zlamlar, labzning ko'rishlar bu shu o'rtaq deb atib oldim ya bular. Hech qandaq bunun tegini ko'lab baqsa, azroq bir kalla quturib baqsa yoki hech qanday haqiqat ko'rilmaydigan shu labzning ko'rinishliklari bizim shu Allohning o'rtog'i, shu Alloh bilan bizning orlig'imizda o'rtaq bo'lib, bizni qutqizdi, bizni shafoatga erishtirdi, bizning mushkulotimizni hal qilib berdi, vasitlik rol o'ynaydi deb shu labzning zohirining o'zlam bularni bu yolg'on nimanecha butlarning o'zini sherik deb atib oldim ya bular. Balkim yo'q, andoq emas. Shayton bu kuparlar uchun, bu kafirlar uchunchi o'zlarining bu asossiz so'zlarini chiroq ko'rsatdi. Shunga bular taqtiqi yulib, mana delil poksiz va mana jo'lib yuriydi bular. Va u shayton ularni Allohning yo'lidan to'sdi. Kimki Allah o'z hidoyatiga onu erishtirmasa, onu shu taraf yuzlantirib qo'yib, shuni ash tarafga Allohning hidoyat tarafiga uni udullab tavfiq qilmasa, tavfiq ato qilmasa, uni u hidoyat uchun yuzlantirib qo'ydigan hech qanday bir ahadi, hech qanday bir kuch yo'q. Va bu haq va bu nima uchun haq va rashad bu to'g'ri yo'lga ham uni uchun yetaklab qo'ydigan, uni shu tarafga yuzlantirib qo'ydigan hech qanday bir kuch yo'q. Demek bu hidayet Allah'ın elkida. Allah kimge ata qilishni shunga muvaffaq qilgan bo'lsa, u hidayet topgan bo'ladi. Bo'lmasa, bu bo'lmaydi, bir yerdan qo'g'lab berib, ya bir elib miros elib, yoki bir yerdan bir mal dunyoning muqobiliga
yoki bu aqlninki o'tkirligiga bundoq tayinib turib hal qilolgan ish emas. Uning erishilgan ish emas. Bu hidoyat demak Allohning qo'lida. لهؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي ولعذابهم في الآخرة أثقل وأشد وليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله. Allah yolundan tostan bu kafir, bu ablah, bu cahutlar için ne var? Hayatı dünyada onlarını öldürüp bitirip kılış, esir kılış. Ve bularını har rasva, har zabun kılışlarınca kattık bir eğri azap var. Elbette ahiretlik azaptır. Bu dünyadaki azap. Ahiretki olan kütüp duruvatkan azap olsa tehimi kattıgarak, tehimi eslep eğirrak bu. Olar için Allah'ın azabının tuzub kaladigan hiç qandaqço to'sancha ham ularga bo'lmaydi deydi. Xo'sh, tuba lahum va husna. Tuba yani farah, farhun ha, farhun va qurrat ayn deb anam deydi ekan. Farah. Bunaqa Alloh Zamaxshari Kashshapniki olimi Zamaxshari. Gerçi Mu'tazilamda, Mu'tazilaning için chiqqan. Favqulodda bir olim, Zamaxshari yani Kashshap desa, jiq adamlar biladi uni, ilm egalari. Bu kishidagi bu Tuba degani tabadan chiqqan masdar debdi-da. Tabaning masdari. Bundaq Tubami chiqadi shu ekan. Bushra, Zulpa degandek. Ana ma'nosini bir yaxshilik, huzurlik, xotirjamlik degandek ma'noni uqtirdi ekan. وهم يكفرون بالرحمن. Bu ayetning tushishinin sebebida İbn Abbas roziyallohu anhu deydi. Bu ayet şu Quraysh kuparlar haqida tushib ekanda. Ular uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam usjudu lirrahmani deganda ular deydi ekanda va marrahman. Rahman degan nima u deb. Anasjudu lima ta'muruna. Sen bizni zatimiz secde qilinglar deb buyurib qo'yish biz secde qilamdik. Rahman degan nima deb. Nemidan birikkan, nemidan putgan, asl nima? Alayazbillah. Aynen deydi ekanda. Shundan Alloh subhanahu va taolo va hum yakfuruna bir-rahmani. Kul huve Rabbi la ilahe illahu aleyh deb bu ayet bularninki mushu gibi qarta bu ayet tushgandi. Emleytu degan emheltu men dedi. Fursat berdim, mühlet berdim degandek. Min vaqa yaqidin, vaqa yaqi bu isim fail bu vaqin. Bunun emri qi çıkıdı. Vaqa yaqi qi. Vakin asısı vakiyun demek ki bu isim fail. Yani bu vakadan bo'lgan bo'lib bir nim bo'lsa bir aziyatni, bir zararni bir kimdan mudofaa qiluvchining o'zini vaqi deb qo'ygan. Vaqa degan o'zi bir aziyatdan, bir xafalikdan, bir dushmanlikdan saqlab qoluvchi demak ekan. Vaqi, vaqa yaqidan chiqqan. Xo'sh, darsimizin davomi keyingi soatda bo'ladi va oxiru da'vana elhamdulillahi robbil alamin.